Belgiyada Ayol ovozi degan festivalda ishtirok etdim va mana shu festival doirasida bizga tashkilotchilar ochiq dars o'tib berishni iltimos qilishdi. Oddiy bir uy bekasi yoki maktabda ta'lim beradigan o'qituvchi yoki bir mexanik, mana shunday insonlar 12 nafar yig'ilgan. Qarangki, ular bizga maqomdan o'rgating degan taklif berishdi. Men hayratlanib qoldim. Ustozga qarayman, tarjimonga qarayman. Bularga qanday qilib maqomda o'rgatishimiz mumkin? Bilasizmi? Toshkent Farg'ona maqom yo'llaridan bayot degan ashulalarimiz bor. Mana shu bayotlardan 4-ni o'rgatishga qaror qildik va biz yozib so'zlarini ularga o'rgatdik. Bu insonlar shu narsani o'rgandi. Bu bilan men nima demoqchiman? Mana shunday chet ellik boshqa tilda gapiradigan, boshqa dindan bo'lgan insonlar bizni san'atimizni yuqori bir his-hayajon bilan, quvonch bilan shunday ijro etganligi meni yana ham ruhlantirdi. Bizning san'atimizga, madaniyatimizga, urf-odatimizga, tariximizga qiziqadigan chet ellik muxlislarimiz juda ham ko'p. Bularni aynan O'zbekiston 2030 strategiyasining maqsadi orqali yana yurtimizga jalb qilishimiz mumkin. Buning uchun bizda mana shunday salohiyat, bilim, kuch-quvvat va shijoat yetarli.